İnson hayotda gohida bir mehnat mashaqqatga qoladi. Problema orqasidan problema, yetishmovchilik, baraka yo'q, oilaviy muammolar, siqilib ketadi inson. Nima qilishini bilmay qoladi. Tuganmikin bu kunlar deydi. Yengillik bormi deydi. Nimaga ishonishini, kimga suyanishini bilmay karaxt bo'lib qoladi. O'zi aslida Alloh taolo shu bandani shu musibatlar bilan sinab, balolab o'ziga chaqiryapti. O'zi bu musibatlarning kelishiga sabab bu banda Allohdan uzoq bo'lib qolgan edi. Bu musibatlar uni Alloh tomonga olib kelish kerak edi. Misol, bir ayol qishki kunida o'zini 7 ga kirgan bolasini urib, kaltaklab uydan haydab chiqadi. Qish, sovuq, 7 yashar bola qayoqqa boradi? U yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, sovuqda o'tirib yig'laydi. 3-4 soat adavini yegandan keyin sovuq, qorni och, u yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi. Kech kiryapti, qayga keladi yana? Kelib eshikni qoqdi. Onasi eshikni ochdi. Bola aytayapti: "Onajon, qayoqqa boraman?" deyapti. "Sizdan boshqa kimim bor?" deyapti. Agar siz qabul qilmasangiz kim qabul qiladi? Siz kirgizmasangiz kim kirgizadi? Ona bolasidan shuni kutyapti. Nimaga chiqardi? Onasi bolasini bag'riga bosib aytadiki: "Bolam" deydi, "O'zing majbur qilding-da meni shunaqa haydab chiqarishga. Ya'ni o'zing shu narsani mendan so'rab olding-da. Agar itoatsizlik qilmaganingda haydab chiqaramidim" dedi. Endi tushundingizmi? Endi tushundingizmi nima uchun muammolar tugamayapti? O'sha Allohdan uzoq bo'lib, osiylik qilishni boshlaganingizda musibatlarni beradi, o'ziga qaytarishligi uchun.